Assalomu alaykum, hurmatli motoblokchilar, Zubur motoblok minuvchilar. Mana Zubur motoblogiga jatkaga balansrovka, muvozanat, jatka taqqanda muvozanat saqlovchi tosh. Mana unimiz ramiga qatiriladi. Buni qo'yib turib, mana xohlagan razmerga mana bu teshiklari bor, teshiklarni gayka bo'lta qatirib, xohlagan razmerga qo'yilaveradi. Bu toshimizning qulayli tarafi bitta o'da osonroq taqiladi. Mana bu holatda. Mana haydovchilar arava bilan yo adapter pirsep bilan o'raman deganlar ham o'raveradi, mushakiladi. Bu holatda mana test olib qo'yib o'zini ertalab ham o'rilaveradi bemalol. Ramaga qatiriladi bu temiri. Ramasi bag'i mana ligirovka orqali holasi orqaga oldiga siljitib bemalol nima qilaveradi. Buni bitta noqulaylik tarafi bor. Bu toshimiz 100 salkam 120 kg atrofida faqat 2 kishi ko'tarib oladi. Bu ikkita gayka bo'ltan bo'sh edi, chiqaradi. Bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Kimga zarur bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib berib, imkon bo'lsa, agar zarur bo'lsa, o'rnatib ham beramiz. Bu toshimiz zakazga tayyorlangan. Xudo xolasa kech payti egasiga olib ketadi.